Har bir mo'min musulmon qadrdonlarni qalbida bir safar yashaydi. Ya'ni bu umra safari. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Aslbek Uz kanali ashaddiy obunachilari. Barchangizga kun xayrli bo'lsin deya. Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays Tour firmasining rasmiy ofisiga yetib kelganmiz azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga noyabr oyiga Toshkent, Farg'ona va Namangan yo'nalishlari bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri parvozlarni amalga oshirib, xalqimizni ko'nglidan joy olgan Centrum Holidays firmasiga yetib kelganmiz. Xudo xolasa siz obunachilarimizga batafsil va to'liq ma'lumotlarni Azizbekning o'zlaridan olib, sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Va albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka, opa-singillarga videoni yuborib qo'yishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni boshladik. Azizbek, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, xush kelibsiz. Charchamayapsizmi ishlar bilan? Azizbek, hozirgi kunda 16-noyabrdan уже mana reyslarimiz yo'lga qo'yildi deyildi. Ya'ni hozirgi kunda oyning boshida уже reyslar hammasi to'lib bo'ldi. Ya'ni ziyoratchilarimiz уже ketayotgan, safarga chiqayotgan hojona, hoj dadalarimiz juda ham ko'p. Shuning uchun hozirgi kunda qaysi mana shu 16-sanadan qayerdan boshlab reyslarimiz уже va qabullar davom etmoqda. Shularni bir qator aytib o'tib ketsak. Avvalambor assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Xo'p, eng yaqini noyabr oyiga 16, 22, 29 noyabr kunlari Farg'ona Madina premyer reyslarimiz bor. Peresadkasi yo'q, bittada yetib borishadi. Farg'ona Madina yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz bor. Namangandan bir hafta bir marta reysimiz bor. Toshkentdan kunda kunora reyslarimiz bor. Bemalol telefon qilishaveradi. Tushunarli. Demak, hozirgi kunda mana shu reyslar bo'yicha to'lovlarni qilishib, demak, joylarni bron qilishsa bo'laveradi, Xudo xolasa. Xo'p, Azizbek, safarimiz necha kunlik va qayerlarda bo'ladi? Safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'ladi. Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. O'zimizni o'zbek povur akalarimiz xizmatda turishadi. Xudo xolasa. Demak, hurmatli obunachilar, yana ham to'liqroq ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsalaring, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, joylaringni bron qilishlaring mumkin. Ya'ni siz obunachilarimizga imkon qadar chegirmali narxlarda va bonusli narxlarda qilib berishadi. Ya'ni Toshkent, Farg'ona, Namangan yo'nalishlari bo'yicha parvozlar amalga oshiriladi. Xo'p, Azizbek, bundan tashqari gostinitsa oraliq masofalar va shart-sharoitlar haqida ham ma'lumotlar berib o'tsangiz. Xo'p, gostinitsa oraliq masofasi Madinada 300 metr atrofida bo'ladi, Makkada 1,5 kilometr atrofida bo'ladi. Makkada 5 mahal namozga doimiy avtobuslar qatnab turadi. Muammo bo'lmaydi, bemalol borib kelsa bo'ladi. Xudo xolasa. Bundan tashqari yana nima-nimalar bor, Azizbek? Xo'p, endi bundan tashqari ziyorat va ibodatlarimiz bor. Madinada payg'ambarimiz ravzalariga ziyorat qilinadi. Qur'on bosmaxonasi, Xurmo bog'iga ziyorat qilinadi Madinada. Nimada? Makkada Toyib shahri va Qizil dengizga ziyorat qilishadi. Sayohatlar bor shunaqa. Bundan tashqari yana eng qiziqarli tomoni Makkada 2 marta umra amalini qilib olsa ham bo'ladi. Chunki Toyib shahriga borib kelishgandan keyin yana ikkinchi marta umra amallarini qilib olsa bo'ladi. Ya'ni bir marta to'lov evaziga 2 marta umra qilish imkoniyati bor, Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, bunaqa imkoniyatdan albatta foydalanib qolinglar. Quyidagi raqamlar orqali bemalol joylar bron qilishlaring mumkin. Agarda siz musofirdan kuzatib turgan bo'lsangiz, Telegram, WhatsApp orqali ham bemalol o'zlaringni qiziqtirgan savollarni berishlaring mumkin va bundan tashqari joylarni bron qilishlaring ham mumkin. Xo'p, Azizbek, hozirgi kunda mana shu noyabr oyiga mana shu 16 ya'ni noyabrdan Farg'ona Madina yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz yo'lga qo'yilgan dedingiz. Bulardan boshlab narxlarimiz necha pul etib belgilandi? Hozirgi kunda bizni, ya'ni obunachilarimiz uchun maxsus necha puldan qilib berasiz? Obunachilar sizning nomingizdan chiqsa, o'zi 1100, 1200 undan balandroq paketlarimiz narxi o'zi. Sizning nomingizdan chiqsa $1025dan 20-noyabrgacha bo'lgan paketlarimiz qilib beramiz. Ya'ni $1025dan to'g'ridan-to'g'ri parvozlar bo'ladi. Bittada persadka yo'q. Persatkalar yo'q. Borishadi. Primo yutishiladi, Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, albatta qo'ng'iroq qilganingizda Aslbek Uz kanalidan ko'rib telefon qilyapman deyishingizdan chiqmasin. Sababi siz obunachilarimizga albatta bonus va chegirmalar qilib berishadi. Ya'ni $1025dan to'g'risi juda ham zo'r narx bo'ldi degan umiddaman. Sababi bunaqa narxlar juda ham kamdan kam bo'ladi. Sababi siz obunachilarimizga imkon qadar mana shu qancha ziyoratchilarimiz ketishda, yo'llarga ketishib, safarlarda, ziyoratlarda, ibodatlarda bizni eslashib duolar qilayotganini biz o'zimiz ham kuzatib bordik. Xudo xolasa hammaga nasib qilsin deb qolamiz. Xo'p, Azizbek, yana bir narsa, to'lovlarni qanday amalga oshirishadi? Shuni ham bir qator aytib o'tib ketsangiz.
Telegramdan aloqaga chiqsa, bank shot raqamini tashlab beramiz. Eng yaqin bankka borib, to'lov qilib, chekinni tashlab, bizga Zagram pasportlarini tashlab bersa, joylarni bron qilib beramiz. Ha, demak, ya'ni Telegram orqali o'sha to'lov kvitantsiyasini sizlarga jo'natsa bo'ldi. O'sha bank orqali to'lovlarni amalga oshirish mumkin. Ya'ni so'mda amalga oshirishadi. So'mda, hamma to'lovlarimiz so'mda bo'ladi. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, mana o'zlaring eshitdilaring, to'liq ma'lumotlar ekranda raqamlar bo'ladi. Bemalol bog'lanib aloqaga chiqishlaring mumkin. Xo'p, Azizbek, sizga ham rahmat deb qolamiz. Mana shunday xalqimiz uchun mana shunday yangiliklar qilishdan to'xtamang. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan har doimgidek Asilbek Uz kanali admin Asilbek bo'ldim. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'linglar. Asosiysi o'zingizdan ehtiyot qiling. Rahmat hammaga.